Hem de Xitay şu atalmış Uyghur Abdunum rayonu kurulganlıqını ki 70 yıllıqıga tayyorlik qilish, muqimlikni qo'g'dash, chegarani mudofaa qilish, 3 xil kuchga qarshi degandek bu safsatlar bilan shu Eli vodisida terrorlikqa qarshi cho'chitish 2025 nomida manevr o'tkazildi. Eli daryo vodisida shu harbiy qismlari, qurolli saqlash qismlari, chegara qismlari, diviziya qismlari 4000 askar qatnashtiribdi. Ma'shonri Erkin Tunyaz qatorlar bir yerga gap qilib, yani xuddi bu shuncha valla qamal qilgan, insonni nafasi og'usiz qilayotgan kichik mishinchilik bir pichoqni zanjir savagan bu Xitoy. Xuddi bu harakatiga qarasangiz, xuddi har kuni atrofimizdagi bizning qo'shni davlatlarda bo'layotgandek etishlar bo'layotgan zamindagi his qilib qoldim insonim deb. Buncha valla Xitoyni cho'chitayotgan bunda bir nimalarni qilishiga sabab bo'lgan narsa. Siz nima o'tganki suhbat programmamizda Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlarininki masalasidagi gaplarni deyishgan hamda. Uning kaynidan Xitoy bilan bir propoz qilib bir narsani ko'rsatish uchun qilyapman deb bilmasangiz. Siz qanday analiz qildingiz? Xo'sh. Aslında Sharq Turkiston ishg'ol rayoni. Xitoy buni yaxshi biladi. Ishg'ol rayonidagi xalq Xitoyga bo'ysunmaganligini biladi. Burun dava Xitoy Sharq Turkistonning ichida bo'lsa, Xitoy oson jimiq turgan bo'lsa, bu dava hozir chet elga chiqib bo'ldi. Hamda siyosiy qanotimi bor, albatta siz bergan misolga o'xshash, buningki harbiy qanotimi bor. Shuningga Xitoy psixologik jihatda yoki eng jihatda tushuncha jihatda bu qo'ldan ketib qoldigan bir rayon. Shuningga bu rayonni ching tutmasak bo'lmaydi deydigan o'y bor. Bununla egishib bu Sharq Turkiston meselesi, Uyg'ur meselesi xalqaro meselesiga aylanib ketdi. Nurg'un cho'ng davlatlar, nurg'un bu nimalar, kichik davlatlar bo'lsin, bilib ketdi bu meseleni. Ya'ni Xitoyda shunda zulm qilinayotgan bir mesele borki, bu zulm tortayotganlar bu zolim Xitoy yönetim boshqurishida qiynalıyotgan bir millet borki deganini bilib ketdi hozir. Endi Sharq Turkistonda bir mesele chiqib qolsa, xalqarodan keldigan qo'llash hissashiliklar burunga qarag'an chaqda ko'parak bo'ladi deb Xitoy buni o'ylab yetalaydi. Hozir kun tartibga tushib ketdi, o bu dedik-ku. Ammo hali bir voqea chiqqan vaqtida darhol o'zgardi-chi xalqaro vaziyat. Onundan ansiraydigan ishlar bor. Bundan başka Xitoy hozir mangizayotgan yangi İpek yo'li strategiyasi bor. Biri dengizda, biri quruqlikda. Quruqlikdagi bu yo'l Sharq Turkiston bo'lmay turib bo'lmaydi hamda. Chunki Sharq Turkiston Xitoyni O'rta Osiyoga, Yevrosiyoga, hatto Avropaga bog'laydigan bir o'rin bu. Bu o'rin bir ko'rikka o'xshaydi, bir darvozaga o'xshaydi. Darvoza yipilib ketsa, ko'rik yiqilib ketsa, Xitoy chiqamaydigan bo'ldi va ABQ degan strategiyasini amallashtiramaydi. Shuningga Sharq Turkistonda bir tinchlik va muqimlikni qo'g'dab qilishi Xitoyningki asos bir siyosati. Mushu ansirashlarga qarta, manfaatlarga qarta hozir mushu Tumay arlab bo'lsa, Tumay mushu terörge karşı manevralarını ilip bir vatıdı. Bazen özü ilip bir vatıdı. Bazen bu O'rta Osiyo'daki devletlerle ilip bir vatıdı. Burunqi yıllarda texmi köptü. Mesela Pakistan bile ilip bağlan harbiy manevra var. Hatta Hindistan bile burunqi yıllarda ilip bağlan ahvallar var. Yaqinqi yıllarda bu şu Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nınki a'zolari Xitoy bilan shu harbiy manevralarni ilib beryapti. Burunqidek ko'p emas, zich emas. Azib qoldi, ammo yana bor. Misoliga Rossiya bilan ilib beryapti. Misoliga O'rta dengiz deymiz, boshqa dengizlarda ilib borgan ahvol bor. Ya'ni O'rta Osiyoda 3 xil kuchga qarshi ilib borgan manevralar rayon devletler bilan birga ilib borgan manevralar burunga qarag'an chaqda biraz azaldı. Ama
Xitay əbəqi ənsirəçilərdən tüpəyli yine Şərq Türkistan'ın üyədə bir yerde buna elip bir vatıdır. Yani bir Şərq Türkistan'ın muqimlığı meselesinde bir ənsirəş boğaşqa bunu devam kılvatıdır dep oylayman. Bundan başka bir sebep olması mı? Şərq Türkistan'daki bu Uygurlar terörist boğaşqa bulanı muşu lagerge soluduq, türmege soluduq. Hazırgacha tegi bulaba muşunda manevra bile bulanı korkutmasak bulmaydı dep xalqaraga bir mesaj bir signal berishga turishyotidir deb o'ylayman. Yani bu signal bilan birlikda Şərq Türkistan'da ilib borgan zulmning haqliq bo'lganligini chiqarmoqchiman. Bir yerda shunday bir yerda. Yani Xitoyninki zulm siyosatidan tüpeyli bundaq bir mesele chiqyotidir. Yani sebep Xitoyninki zulmü. Xitoy Şərq Türkistan'ın o Xitoy zulmüge karşı ilib borgan inkazını sebep kılıp xalqaraga tanıtmakçı. Aslında o netice. Yani Xitoyning siyaseti sebeptir. Xitoyga karşı çıkış o netice. Ama Xitoy neticeni sebep kılıp közdü. Bu Uygurlar şunday yaman eski adamlar o bular. Bir şey urup tutmasak, korkutup tutmasak, besip tutmasak bulmaydı degandek. Şunday bir signalını berishga tirishyotidir deb o'ylayman. Bundan başka siz misal verdiniz mi o Şərq Türkistan'daki işğalınınki 70-ci yılı o nimeninki otonom rayonunun kuruluşununki o bu yılları bundan mühim yıl günlerde Şərq Türkistan'da bir cidal çıkmışsa bunu aldığını alsak degandek oy bileme manevralarını ilip bağam boz gerek deb o'ylayman.